Tasavvur qiling, katta zalda monitorlar yonib turibdi, radar chiziqlari harakatda, ovozlar odatdagidek tinimsiz. Shu payt kutilmagan signal paydo bo'ladi. U baland emas, u qichqirmaydi, lekin xonadagi barcha suhbatlar bir zumda to'xtaydi. Harbiy mutaxassislar bir-biriga qaraydi, hech kim gapirmaydi. Chunki bu signal odatiy emas. U ko'p ko'rilgan xavflarga o'xshamaydi, u tanish dushman belgilarini takrorlamaydi. Aynan shuning uchun ham u qo'rqinchli. Bu jimlik tasodifiy emas. Yillar davomida o'rganilgan tizimlar, yuzlab mashg'ulotlar va minglab tahlillar orasida bunday signal kamdan-kam uchraydi. U paydo bo'lganda savollar ko'payadi. Bu nima? Qayerdan keldi? Nega oldindan aniqlanmadi? Eng muhimi, bu nimani anglatadi? Harbiy mutaxassislar aynan shu savollarga javob topa olmagani uchun jim bo'lib qoladi. Zamonaviy urush endi shovqin bilan boshlanmaydi. Avvallari osmonni yorib o'tgan raketalar, portlashlar va ogohlantiruvchi sirenalar birinchi belgi bo'lardi. Bugun esa urush ko'pincha ko'zga ko'rinmas nuqtadan boshlanadi. Bitta signal, bitta galati o'zgarish, bitta tizimdagi mantiqsiz uzilish butun manzarani o'zgartiradi. Ana shunday paytda mutaxassislar ovozini emas, tafakkurini o'chirib faqat kuzatadi. Bu signal kuchni emas, aqlni sinaydi. U bevosita zarba bermaydi, lekin qaror qabul qilishni qiyinlashtiradi. Chunki bu signal ortida nima turganini hech kim aniq bilmaydi. U oddiy nosozlikmi, ataylab yuborilgan aldovmi yoki yangi avlod texnologiyasining soyasimi? Har bir ehtimol o'zicha xavfli. Har bir taxmin yangi strategiyani talab qiladi. Harbiy tajribada eng qo'rqinchli holat bu ko'rinib turgan xavf emas. Eng qo'rqinchlisi tushunarsiz vaziyatdir. Chunki tushunilgan dushmanga qarshi reja bor. Ammo noma'lum signal oldida reja ham, tajriba ham bir zumga ojiz qoladi. Mutaxassislar jim bo'lib qolishining sababi ham shu. Bu jimlik qo'rquvdan emas, mas'uliyatdan tugiladi. Bu signal paydo bo'lgach, ko'plab eski qoidalar qayta ko'rib chiqiladi. Oldin ishonchli deb hisoblangan radarlar shubha ostiga olinadi. Avval tezkor deb o'ylangan tizimlar sekin tuyuladi. Chunki yangi davrda tezlik sekundlar bilan emas, lahzalar bilan o'lchanadi. Va ba'zan aynan bitta signal butun mudofaa falsafasini o'zgartirib yuboradi. Bu texnologik davrda signal oddiy ma'lumot emas. U siyosiy ogohlantirish, harbiy ishora va psixologik bosim bo'lishi mumkin. Dushman ko'rinmasdan turib o'z borligini his qildirishni o'rganmoqda. Shovqinsiz, portlashsiz, hatto harakat sezilmasdan. Faqat signal orqali.
Bu esa mutaxassislarni yanada hushyor qiladi. Harbiy xonalarda jimlik cho'kkan paytda vaqt sekinlashgandek bo'ladi. Har bir soniya ichida yuzlab fikrlar tugiladi. Agar bu signal haqiqiy bo'lsa, nima bo'ladi? Agar bu sinov bo'lsa, navbatdagi bosqich qachon? Agar bu aldov bo'lsa, asl zarba qayerdan keladi? Hech kim baland ovozda gapirmaydi, lekin har bir ongda shiddatli bahs ketmoqda. Zamonaviy qurollar faqat metall va yoqilgidan iborat emas. Ular algoritm, sun'iy aql va psixologik ta'sirdan ham tuzilgan. Shuning uchun bitta signal butun tizimni izdan chiqarishi mumkin. U odamlarni emas, ishonchni nishonga oladi. Ishonch yo'qolgan joyda esa eng kuchli texnika ham ojiz bo'lib qoladi.